Yozganlar bo'lishi mumkin. Premium efirda odamlar taqiq jonlanib ketib qoladi. Bu tabiiy holat. Chiqqanimizgacha 90-97 mingta kommentariy bo'lib qolishi ham hech gap emas. Xo'p, ketdi, boshladik. Akalar qaranglar, hozir bizani birinchi o'ynagan sohamiz 3 ta chexolda o'ynaymiz. Eng qimmati mana ham karbonoviy chexol, haqiqiy 300 ming, 400 ming turadi. Agar $50 turishi ham mumkin, yana bilmadim. Karbonoviy chexol va ikkita BMW chexolda o'ynaymiz. Bular ham 200 mingdan kam emas. Xo'p, bularni sizlar bizdan 5 ming so'm, 5 ming so'm, 10 ming so'm sotsangiz bo'ladi, adashmasam shunaqa edi narxlarni. Bu 10 ming, bu ikkalasi 5 mingdan edi. Ketdi. Birinchi mana buni o'ynaymiz. Boshladik Alisherda, ketdi. Siraz rasmiy olinglar. Shamsiddin, siz niklarni rasmiy olib keting. Men niklarni yozaman. Mana. Sen siraz ularga ismini yozib borasan sen. Xo'p, ketdi. Qambaraliyev Bekzod. Qambaraliyev Bekzod. Bizning birinchi g'olibimiz chexol egasi. Egasiga chexol muborak bo'lsin. Agar mabodo o'zingiz o'rnatib tutmasangiz, kimgadir yaqinlaringiz sovg'a olasiz. Internet ishlamayapti bu. Yo, internet kerak emas. ishlaydi. Internet ishlaydi. Men Mana yozaymi? Bo'ldi endi telefoningga. Mana. Xo'p, mana. Kim oladi rasmga bolalar? Bitta bo'ldi. Ketdi, keyingi Alish. Keyingi qo'limiz tez o'ynaymiz. Ubaydullo Erkinboyev. Ubaydullo Erkinboyev bizning tezlashtiramiz bolalar. Siraz sen yozaverasan, tushundingmi? Sharabara profildan yozing. Berolmayman, tez bo'l. Sharabara profildan yozinglar. Keyingisi bizning chexol, yana chexol o'ynaymiz. Kamilami? Nurik Kokosh. Nurik Kokosh. Sizga ham chexol muborak bo'lsin. BMWning original mashinalari Navoiyda bo'lsa, mana shundan ham yaxshi. Navoiyda bo'lmasa, xohlasa yaxshi niyat. Birinchi qadam. Ketdi keyingisi. Bizda ikkita mana kosmetika narsa, bitta krujka. Ketdi. Sen yozyapsan-a? Taplink expert. Taplink expert like. Siz shu idishchani yutib oldingiz. Idishchi. Keyingisi dalish. Abdulloh 22. Abdulloh Krushkani berib qolamiz. Abdullohga krushkani berib olamiz. Viloyatda bo'lsangiz chiqarib yuboramiz. Men dastlabkasi krushkandan bir 5 barobar qimmat. Toshkentda bu qarindoshingiz bo'lsa berib yuboramiz. Mabodo viloyatdagilar kamroq summali narsa bo'lib qolsa, xat bo'lmaysizlar. Toshkentdagi kimdir tanishinglarga berib yuboramiz. O'zingizlar aloqaga chiqsanglar. Mana bolalar kompaktni ishlayapti, bitta ko'rsatib qo'ying. Bular rasmga olyaptilar har bittanikka. Bu uka yozib chiqyapti. Aytishnik Hindistonda o'zimiz imini shu uchun o'qitganmiz. Alisher bizani bunkerimizning bosh kotibi va bu yerda muhandis. Biz chiroq ustasimiz. Ketdi. Keyingisi. Kamalov. Bu chiqmadi? Yo'q, chiqmadi. Kamal. Jigarlar bitta chiqqan odam qayta chiqishi mumkin. Sababi 100 ta, 200 ta, 300 talab komment yozgan u odam bekorchi ekan. Videoda faqat komment yozar ekan. Hop, bu Jenskiy bo'lsa ham beramiz, oylariga, qizlariga. Endi uyda bitta odam, ayol kishi bo'ladi-ku baribir. Hop, endi jigarlar, aziza buning nomi nima? Balzam. Labga suriladi, pomada surilgandan keyin hozirgi paytda yorilmasligi uchun. Qattiqroq uchun chiqasan. Ketdi-da. Qiz bolaga chiqsin. Ey! Miss Nargiza. Mana, bu yangi. Bemalol siz ishlatsangiz nech pul turadi? $50. Original. degan brenddan ekan. Yoz qo'yasiz. Yoniga ham. Xo'p, muborak bo'lsin. Rasmga olsin. Ketdi, keyingisi ham qiz bola chiqsa Alish. Anvarov ekan. 58. Kimga nima degan? Slabiy signal bo'lib qoldi. Qattiq slabiy. To'g'ri yaxshi. Normalniy ovoz yaxshi bo'lyaptimi? Bolalar plyus tashlab yuboringlar, ovoz yaxshimi? Plyus tashlashni boshlashsin. E'tiboringlar, ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Qotdi. Hozir ikkita uchta qotdi degan semiz keladi. Zo'r degan telefon. Bo'ldimi, normalniymi? Bitta zo'r keldi mana. Bitta zo'r keldi. Plus keldi. Bo'ldi, ketib davom etamiz. Ha. Davom etamiz. Xo'p, buni berdik, o'ynadik. Nimaligini, kimgaligini yozyapsizlar. Xo'p, keyingisi bu. Aziza nima edi? Tana uchun sprey. Tana uchun sprey. Nurullo aka yozyapti, ko'rding? Spreyni hatto bizga bering, ketsin. Keyingisida ketdi. Xo'p, yana Anvarov chiqdi. Bu xuddi o'shamidi 58. Shu. Bo'ldi. Yo'q, ha. Rahim chiqdilar. Birinchi bo'lib chiqdilar, bular Qambar edi. Birinchi o'tkazamiz. Hasanov chiqadi. Hasanov.
Deganlar ko'p komment yozganlar uchun men ogohlantirdim. Bizda mana shu aytolmay darim kerak emas. Okey, nasib buyursin, uydagilarga sovg'a qilib yuborasiz. Hop, bu nima? Yuzga krem. Nima? Увлажняющий-da. Vurshi, ko'rar? Davay, ketdi. Qiz bolaga chiqsin. Udachli. Qiz bolanchi? Qiz bola rasmiy turibdi. Udachli. Moro bo'lsin. Singilcha oling. Xo'p, bu endi tekinga berib yuboramiz. Bitta ish qilaylik bolalar. Bolalar chiqaversa, Qiz bolani qiz bolani tutamiz. Kelishdik.